Assalomu alaykum, Dachalux kanalimizning YouTube obunachilari. Biz bugun Bochkada joylashgan Vokko dachasiga kelganmiz. Bu dachamiz hozirgi kunda sotuvda ham arendaga qo'yiladi. Qadrdonlar, bu joyimizning lokatsiyasiga keladigan bo'lsa, Arbat Tiansan kafelarning shunday orqa tarafida joylashgan. Ko'rinishi, tashqari fasad qismlari to'liq travertin bilan jihozlangan. Ana endi sizlar bilan dachamizning ichkarilarini ko'ramiz. Dachamizning hovli qismiga 3 ta mashina bemalol sig'adi. Yer maydoni 6 sotuvdan iborat bo'lib, kirganingizda tog'lar, prirodalar zo'r ko'rinib turadi. Bu tarafimizda binomizning asosiy qismi 2 qavatdan iborat. Kirganimizda hovlida 12 ga 6 yozgi basseyn joylashgan, o'zini detskisi ham bor. Ana endi sizlar bilan hovlini tanishib chiqamiz. Yozgi hojatxona, sanuzellar qilingan, ikkita qozon o'choqlar qilib qo'yilgan, bemalol shashlik ham hamma sharoitlar bor. Qadrdonlar, 8 kishilik o'tirishga sharoit qilib qo'yishibdi. Tapchan ham qilib qo'ydi, bemalol mazza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Qadrdonlar, qaranglar, 6 sotiga ham shunaqa katta dacha tushirsa bo'ladi. Bu dachamizga 10 tadan 15 tagacha bemalol mehmonlar sig'adi. Bu arka nima deb o'ylayotgandirsizlar? Hozir qarab turinglar, men sizlarga ko'rsataman bu nimaligini. Qaranglar, ajoyib narsalardan foydalanib qo'yilgan. Bu tarafda gizerlar qo'yilgan, bu tarafda sharsaralargacha qilib qo'ygan. Gap bo'lishi mumkin emas. 3 kishi yotishga lijaklar bor. Mana kachaylarni ham kattalarni qo'yib qo'yibdi. Ana endi sizlar bilan dachamizning asosiy qismlarini ko'rib chiqamiz. Dachamizning birinchi qavati kirganimizda 12 kishilik stol. Bu tarafga hozirgi zamon talabi kompyuterlardan ham qo'yilgan. Bu kompyuterlarimizda CS:GO, Dota 2 dan tashqari hamma o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Umuman qotmaydi, FPS'lar ham 100 dan pastga tushmaydi. Ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxona qilingan. Qaranglar, qanaqa yorqin ranglardan qilib qo'yishdi. Bolajonlarimiz uchun futbolni stollargacha qo'yib qo'yishdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Qaranglar, devorlarga alohida dizayn berishgan. Qaranglar, narsalarni ham yaxshi firmalardan ishlatishgan. Ana endi sizlar bilan dachamizning asosiy qismlarini ko'ramiz. Bu dachamizga umuman aboylar ishlatilmagan ekan. Qaranglar, hozirgi zamon talabi hamma joylar atachentlar qilingan. Ana endi yoshi katta onaxon, otaxonlarimiz uchun birinchi qavatda spalniya qilingan. Dachaga kelganda ko'pchilik akalarimiz so'rashadi, birinchi qavatda spalniyasi bo'lsin, chunki onam bilan otam ikkinchi qavatga chiqishga qiynaladi. Shu sababdan ham bu dachamizga birinchi qavatga 2 kishilik spalniya qilingan. Dachamizning zimniy basseyn xonasiga kiramiz. Zimniy basseyn xonamizga ham alohida dizayn bilan ishlab qo'yishgan. 8 ga 4 zimniy basseyni patolog qismlarini qaranglar, o'zgacha chiqqan. Bu dachamizda umumiy bitta sauna joylashgan. Qaranglar, o'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar. Saunaga ham arzon narsalar ishlatilmagan. Hech xayoldan ko'tarilibdi. Birinchi etaj uchun umumiy sanuzel qilingan. Ikkinchi qavatda ham bitta sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qadrdonlar, qaranglar, alohida har bir joyga alohida dizayn qilishgan. Mana hozirgi kunda yangi trend chiqayotgan bambuklardan ham ishlatishgan ekan. Svetlarni endi gapirmasanglar ham bo'ladi. Hamma yoq svet bilan. Okalar, o'zi bilsanglar, hozirgi kunda mana high-tech dachalarni asosiy ochib turadigan narsasi svet bo'ladi. Ikkinchi qavatimizga ham chiqib oldik. O'ng tarafdan boshlaymiz. Bu xonamizga kirganimizda o'ng tarafda bilyard joylashgan. Qaranglar, bu xonamizni ham o'zgacha dizaynda ishlashibdi. Bu yoq taraflar atachenta, bu yoq taraflar qaranglar, balqlardan qilib qo'yishibdi. Yumshoq mebel qilingan. Bu joyimizda PlayStation 3 3 ta 4 ta joystiklari bilan bo'ladi. Keyingi xonaga kirganimizda professional karaoke joylashgan. Qaranglar, bu xona ham katta qilingan ekan. Professional karaoke, hamma sharoitlari bor, mikrofonlari ham, stolni tennisi, xohlasanglar, xohlovchilar qo'yib bemalol stol tennisi o'ynasanglar ham bo'ladi. Ana endi sizlar bilan ikkinchi qavatdagi yotoqxonalarni bitta ko'rib chiqamiz. Bu tarafimizda 3 kishilik kravat joylashgan. Ko'rib o'zingizlar bitta baho berasizlar. Bu birinchi yotoqxonamiz, ikkinchi qavatdagi. Bu ikkinchi yotoqxonamiz, ikkinchi qavatdagi. Bu xonamizga 4 ta adinarli qo'yilgan kravatlar. Ana endi 3-chi yotoqxonamizga o'tamiz. 3-chi yotoqxonamiz ham kattalar xonasi, 2 kishilik spalni, televizorlargacha qo'yilgan. Ana endi sizlar bilan 4-chi yotoqxonamizdan ko'rishdan oldin bu tarafimizda umumiy sanuzel joylashgan. O'zingizlar ko'rib bitta baho berasizlar.
Sanuzellarimizga ham yaxshi narsalardan ishlatilgan. Dachamizning 4-yotoqxonasi, 2-qavatdagi. Bu dachamizda umumiy 5 ta yotoqxonasi bor. Odam soni 13 ta odam bemalol yotishga sharoitlari bor. Undan tashqari professional karaoke xonaga kirganimizda ham umumiy katta zal qilingan, u yerda ham ko'rpachalar bor. Agar ko'pchilik bo'lib ketsanglar, shu yerga ko'rpachalarni solib yotsa bo'ladi. Dachamizning prirodasini ko'rinishiga bitta o'zinglar baho beringlar. Ertalab tursanglar ham boshqacha hayot. Dachamizning 2-qavat terrasa qismida biz akalar qaranglar, qanaqa manzarali joyga joylashgan. Bemalol chiqib manzaralarni ko'rib, maza qilib dam olsanglar bo'ladi. Miyalar ham dam oladi, akalar. Bu tarafga kelganimizda 8 kishilik stol-stullar ham qo'yib qo'yish bitta bo'tga oilaviy qarindoshlar bilan yoki o'rtoqlar bilan kechqurun kelib maza qilib o'tiradigan joy bo'lgan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, bu dachamiz narxi qiziq, to'g'rimi sizlarga? Sotilish narxi bo'lsa $390 ming so'rashyapti. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol o'zingizlar chiqib bog'lanib, narxlarni kelishtirib olsanglar bo'ladi. Joninglar sog' bo'lsin. Sizlar bilan yaxshi kunlarda ko'rishib qolaylik.